Qiyomat yaqin eslatib qo'yapman, hammamiz javob beramiz. Men ham javob beraman mana shu hayotda yashayotganimga. Men shunaqa ishlar qiladigan sizlar ham javob berasizlar. 5000 so'mdan kalbasa sotyapti ekan. Haqiqatdan ham nechi pul aytinglar akalar? 5000 bo'lgani bilan aslida qimmatga tayyor bo'ladi. Tushunmayapti odamlar. Eshakni go'shi ham 5000 dan qimmat o'rtoqlar. Mana shu kalbasa mahsulotlarini ham yemanglar. 100 ming so'mdan kam bo'lmaydi yaxshi kalbasani kilosi. Chunki 1 kilo go'sht qancha o'zlaring yozinglar. Qancha chiqadi undan 1 kilo go'shtdan? Yarim kilo kalbasa chiqadimi? Bunaqa qilmaylik o'rtoqlar, bir-birimizni bu bilasizlarmi nima? Haligida virusning eng yomoni mana shu narsa o'zi aslida. Ular bilmayman nimadan yasayapti. Biz odammiz-ku, organizm bor bizning ichimizda, oshqozonimiz bor. Arzon narsa olayotganlar qiziqmaylar arzon narsaga. Sifatli narsa arzon bo'lmaydi. Yaxshi narsa qimmat bo'ladi-da doim. Bir-birimizni asli o'ldirib yuborayotgan narsalar mana shu narsalar. Oshqozon hazm qila olmaydi. Bilmayman nimadan yasalyapti-da bu temirni kukunidanmi? Nimadan yasalishligi mumkin? 5000 bo'lgandan keyin metallomdan yasalsa kerak-da. To'g'ri keladigan narsa faqat shu metallom, shu 3000, 3500, 4000 kilosi. Boshqa narsa to'g'ri kelmaydi. Nonni ham kilosi qimmatroq 5000 dan. Baxshiylashib ketmaylik. Qiyomat yaqin eslatib qo'yapman, hammamiz javob beramiz. Men ham javob beraman mana shu hayotda yashayotganimga. Mana shunaqa ishlar qiladigan sizlar ham javob berasizlar.